Soliq kodeksi 2-moddasi soliq to'g'risidagi qonunchilik. Ushbu modda 2 qismdan iborat. 2 qism ham ahamiyatga ega, juda kerakli moddalar, normalar hisoblanadi. Demak, birinchi qismi bu soliq to'g'risidagi qonunchilik ushbu kodeksdan va qabul qilinishi ushbu kodeksda to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan boshqa normativ huquqiy hujjatlardan iborat. Mana aniq qilib belgilangan, ya'ni soliq to'g'risidagi qonunchilik qanday normativ huquqiy hujjatlardan iboratligi. Bu yerdan shu narsa ko'rinadiki, faqat mana shu kodeksda mana shu berilgan qoidalar soliq munosabatlarini tartibga soladi. Faqat shu kodeks. Boshqa normativ huquqiy hujjatlar bo'lishi ham mumkin. Qo'shimcha vazirlar mahkamasining qarorlari, soliq qo'mitasining yo'riqnomalari bo'lishi mumkin. Ular aynan shu soliq kodeksida to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan bo'lishi kerak. Soliq kodeksida agar o'sha holat nazarda tutilmagan bo'lsa va u normativ huquqiy hujjat kuchga ega emas hisoblanadi. Shunisiga e'tibor qiling. Eski tahrirdagi soliq kodeksida aynan shu norma yetishmasdi. U yerda boshqa qonun boshqa normativ huquqiy hujjatlarga asosan, ya'ni soliq kodeksi, ushbu kodeks va boshqa normativ huquqiy hujjatlardan iborat deyilgandi. U yerda soliq kodeksi to'g'ridan-to'g'ri o'sha normativ huquqiy hujjatga silka berilishi nazarda tutilmagan edi. Bu yerda esa aynan shu jumla kiritilishi bu aynan soliq kodeksi butun soliq munosabatlarini tartibga soladigan huquqiy hujjat soladigan hujjatligini ta'kidlayapti. Demak, kodeksni ochib o'qing. Soliq to'g'risida muammo paydo bo'ldimi, kodeksni ochib o'qish kerak boshida. Agar unda qaysidir normativ huquqiy hujjatga silka berilgan bo'lsa, o'sha normativ huquqiy hujjatni ham ochib o'qish kerak bo'ladi. Agar bunday to'g'ridan-to'g'ri havolalar mavjud bo'lmasa, unda boshqa normativ huquqiy hujjat soliq munosabatlarini tartibga soladigan hujjat hisoblanmaydi. Ikkinchi qismda, agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining soliq to'g'risidagi qonunchilikda nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi. Bu ushbu norma deyarli barcha kodeks, qonunlarda keltirilgan, ya'ni xalqaro shartnomalar qoidalari har doim ham O'zbekiston Respublikasi qoidalaridan ustun hisoblanadi. Chunki xalqaro miqyosda shartnomalar belgilanganda boshqa holatlar ham nazarda tutilishi mumkin va bu O'zbekiston Respublikasi qonunlaridan ustun turadi. Faqat konstitutsiya xalqaro shartnomalardan ustun turadi. Qolgan holatlarda boshqa qabul qilingan kodekslar, qonunlar, normativ huquqiy hujjatlar xalqaro shartnoma qoidalaridan quyiroqda turadi. Ya'ni ikkita qoidada bir-biriga to'g'ri kelmaydi, bir-biriga qarama-qarshi fikrlar yuzaga kelib qolsa, unda xalqaro shartnoma qoidalari, normalari qo'llaniladi. Bu deyarli barcha qonunlarda, kodekslarda ham xuddi shunday tartib, xuddi shu modda kiritilgan, xuddi shunday qism mavjud. Demak, endi soliqqa ta'siri qanday bo'ladi? Bu yerda xalqaro shartnomalar bor. Ya'ni davlatlar bilan O'zbekiston Respublikasi o'rtasida, ya'ni O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlari bilan xalqaro shartnomalari bor. Bu ikki yoqlama soliqqa tortishni oldini olish to'g'risida shartnomalar imzolangan va bu shartnomalarda ham o'sha ayrim soliq to'g'risidagi bizning soliq kodeksimizdagi normalardan farq qiladigan normalar keltirilgan va bunday holatlarda aynan xalqaro shartnomada keltirilgan normalar amalga qo'llaniladi. Endi xalqaro shartnomalarni qayerdan ko'rish mumkin deganda, mana Lexusda ham keltirilgan xalqaro shartnomalar bo'yicha. Lexusga kirsangiz, mana ma'lumotlar menyusida xalqaro shartnomalar talablari bo'yicha ochiq ma'lumotlar bazasi mavjud. Bu yerda davlatlararo shartnomalarga kirsangiz, mana shu yerda O'zbekiston Respublikasi va qaysi davlatlar o'rtasida tuzilgan shartnomalar bo'lsa, barchasi keltirib o'tilgan. Masalan, bulardan bitta misol qilib Germaniya davlatini oladigan bo'lsak,
Mana Germaniya davlati bilan O'zbekiston Respublikasi va Germaniya Federativ Respublikasi o'rtasida daromad va mol-mulk soliqlari yuzasidan ikki yoqlama soliqqa tortishning oldini olish to'g'risidagi bitim mavjud. Mana 7-sentyabrda 1999-yilda imzolangan. Bitimni ko'rsangiz, bitim kuchga kirish sanasi 14-dekabr 2001-yildan hisoblanadi. Mana xuddi shunday bitimlar boshqa davlatlar bilan ham tuzilgan. Ularning umumiy soni alohida ro'yxat qilib olganmiz. Mana umumiy soni 56 ta, hozirgi kunda, ya'ni 14-oktyabr 2025-yil holatda 56 ta. Shundan faqat Portugaliya bilan tuzilgan shartnoma hali kuchga kirgan emas. Bu yerda Avstriya bor, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Belorussiya barcha davlatlarni xalqaro shartnoma tuzilgan, xalqaro shartnoma ro'yxat qilib chiqilgan. Endi Portugaliya bilan esa tuzilgan shartnoma mavjud, lekin hali xalqaro shartnoma kuchga kirgan emas. Demak, mana misol qilib oladigan bo'lsak, Germaniya Federativ Respublikasi bilan tuzilgan shartnomaning 10-moddasida mana keltirilganki, ahdlashuvchi davlat rezidenti bo'lgan kompaniya tomonidan boshqa ahdlashuvchi davlat rezidentiga to'lanadigan dividendlar ana shu boshqa davlatda soliqqa tortilishi mumkin. Ya'ni O'zbekiston Respublikasidagi korxonaga Germaniya Federativ Respublikasidagi biror bir korxona yoki jismoniy shaxs ustavga ulush sifatida o'zini ulushini kiritsa va kiritgandan keyin masalan yil yakuni bo'yicha qandaydir dividendlar hisoblansa ta'sischilarga, unda o'sha dividend soliqlari Germaniya davlatida ham soliqqa tortilishi mumkin deyilgan. Bu yerda shu narsa yana norma borki, ko'rsatib o'tilgan dividendlar ularni to'layotgan kompaniya rezidenti bo'lgan ahdlashuvchi davlatda uning qonunchiligiga muvofiq ham soliqqa tortilishi mumkin. Agar biroq dividendlarning egasi boshqa ahdlashuvchi davlat rezidenti bo'lsa, soliq quyidagilardan oshmasligi kerak. Mana bu yerda norma berilyapti. Unda ham, ya'ni O'zbekistonda ham, Germaniyada ham soliq hisoblanishi mumkin deyilyapti, lekin quyidagi stavkalar, ya'ni quyidagilardan oshmasligi kerak. Ya'ni ikki tomonda ham tortilsa ham quyidagi stavkalar, quyidagi me'yorlar e'tiborga olinishi kerak deyilyapti. Dividendlar yalpi miqdorining 5%dan agar dividendlar egasi bo'lgan kompaniya oddiy shirkatchilikdan boshqa tarzdagi, ya'ni dividendlar to'layotgan kompaniya kapitalining kamida 25% ga bevosita ega bo'lsa, 5% soliq tortiladi agar kamida 25% ulushiga ega bo'lsa, deyapti. Boshqa holatlarda 15%. Bizda shu soliq kodeksida, soliq kodeksining 353-moddasida dividendlar, hozir 353-moddasida dividend va foydalarga 10% qilib stavka belgilangan. Soliq stavkalari 10% qilib belgilangan. Germaniya bilan tuzilgan xalqaro shartnomada esa bu tabaqalashtirilgan, ya'ni ustavdagi ulush 25% dan ko'p bo'lsa, unda 5%, 25% dan kam bo'lsa 15% miqdorida dividend solig'i hisoblanishi belgilangan. Agar bitta misol keltiradigan bo'lsak, mana misol keltiradigan bo'lsak, A korxona O'zbekiston Respublikasi rezidenti, ustavining 30% ulushi Germaniya korxonasiga tegishli. 2024-yil yakuni bo'yicha A korxona ta'sischilariga 100 million so'm dividend to'lashga qaror qildi. Germaniya korxonasi ulushiga to'g'ri keladigan dividend summasidan rezidentlik sertifikatini taqdim etgan holda dividend solig'ini hisoblang. Demak, rezidentlik sertifikati ham muhim, buni quyida yana aytib o'tamiz. Xo'sh, endi bunday holatda nima bo'ladi? Demak, birinchi e'tibor qiladigan narsamiz Germaniya
Federativ Respublikasining korxonasi haqiqatdan o'sha korxonasi ekanligini tasdiqlash. Buni tasdiqlaydigan hujjat bizda rezidentlik sertifikati hisoblanadi. Keyin tasdiqlangandan keyin haqiqatdan Germaniya Federativ Respublikasining rezidentligi tasdiqlangandan keyin uning o'sha Federativ Respublika bilan o'rtasida tuzilgan xalqaro shartnomaning normalari ko'riladi va xalqaro shartnoma normalarida biz boya ko'rib o'tdik. U yerda tabaqalashtirilgan stavka qo'llanilgan. Ya'ni 25% gacha 15%, ustavdagi ulushi 25% gacha bo'lsa 15%, 25% dan ko'p bo'lsa 5%. Bizning holatda esa 30% ulushga ega deyapti. Demak, bizning holatda stavka 5% bo'ladi. Va mana bu yerda 5% dan 100 million dividend hisoblangan bo'lsa, shundan 30% Germaniya Federativ Respublikasiga tegishli va 5% dividend solig'i hisoblanadi. 1,5 million so'm soliq hisoblanadi. Endi buni A korxona xohlasa O'zbekistonda ham to'lashi mumkin, xohlasa umuman to'lamasligi mumkin. Chunki rezidentlik sertifikatini taqdim etgan va bizda bu yerda xalqaro shartnoma bor. Xalqaro shartnomaning o'sha 10-moddasi 1-qismida boshqa davlatda ham to'lanishi mumkin degan jumla bor. Shuning uchun yo 5% to'laydi yoki umuman to'lamasligi mumkin. Bu A korxonaning ixtiyorida bo'ladi. Demak, xalqaro shartnomalarni o'zi tuzishdan maqsad nima? Tuzishdan maqsad shu ikki tomonlama soliqqa tortishning oldini olish. Ya'ni u davlatda ham, bu davlatda ham soliqqa tortishning oldini olish. Mana biz sanab o'tdik. 56 ta davlat, bittasi hali kuchga kirmagan, 55 ta davlat desak, mana shu davlatlar bilan tuzgan davlatlar rezidentlar bilan agar biz iqtisodiy faoliyatni olib boradigan bo'lsak, o'sha rezidentlar o'sha davlatning rezidentlar bilan yo u davlatda yo bu davlatda soliq hisoblanadi. Ya'ni ikki tomonlama soliqqa tortish oldi olinadi. Bunda biznes rivojlanadi. Masalan, agar boshqa davlat o'sha ro'yxatga kirmaydigan davlat bilan ishlaydigan bo'lsak, O'zbekistonda ham soliq to'lanadi. Narigi davlat rezidentiga ham soliq to'lanishi mumkin hisoblanadi va ikki tomonlama soliqni oldini olish uchun xalqaro shartnomalar imzolanadi. Endi yana bir maqsad ikki tomonlama soliq to'lashdan bo'yin tovlash. Bunday holatlar ham bo'lishi mumkin. Soliq huquqlarini taqsimlash, ikki tomonlama xalqaro manfaatli shartlarni milliy qonunchilikdan ustun qo'yish. Ya'ni yana bir muhim jihati xalqaro shartnomalarning milliy qonunchilikdan ustunligi. Endi uni keltiradigan foydalari mana shu stavkalarni kamaytirilgan holatda bo'lishi va o'sha biznesni rivojlantirish uchun xalqaro o'sha davlatlar o'rtasida biznesni rivojlantirish maqsadida mana shunday xalqaro shartnomalar ham imzolanadi. Maqsadlardan bittasi shu. Demak, xalqaro shartnomalar bo'yicha qisqacha tushuntirib o'tdik. Yana bir narsa, rezidentlik sertifikati haqida ozgina ma'lumot beramiz. Bu o'sha xalqaro shartnoma tuzilgan davlatning rezidentligini tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi va bu ham juda muhim, ayniqsa o'sha foyda solig'i sharhlarida yana buni batafsilroq ko'rib o'tamiz. Rezidentlik sertifikatini qanday unga normalari bor, ya'ni qanday talablari bor, uni tekshirish qanday bo'ladi, u rezidentlik sertifikati mavjudligi bizga qanday imkoniyatlarni berishi haqida o'sha foyda solig'i moddalarida yana to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Demak, shu Soliq kodeksining 2-moddasi qisqacha shu haqda. Demak, bu bo'yicha fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring, albatta ko'rib chiqamiz. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz va kamchiliklar bo'lsa aytsangiz shu to'g'rilab yangi yana videolar joylashga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.